insonlar va atrof muhit bir-biriga chambarchas bog'liqdir. Insonlar har gal tabiatga zarar yetkazganlarida ekologik muammolarga sababchi bo'ladilar. Bu muammolar atrof muhitdagi zararli o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. Ularning aksariyati oldini olish mumkin bo'lmagan va barcha insonlarning sog'lig'iga ta'sir ko'rsatadigan muammolardir. Mana bu daryoga qarang. Odamlar unga axlat tashlagan, suv ifloslangan va endi uni hech kim icha olmaydi. Yo'q, ifloslanish tufayli halok bo'lishi mumkin bo'lgan hayvonlar va jonzotlar ham juda ko'p. Baxtimizga tabiatni asrash, atrof muhitga g'amxo'rlik qilish o'z qo'limizda. Shuning uchun atrof muhitga g'amxo'rlik qilishning 10 ta oson usulini sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Keling, bularni ko'rib chiqamiz. Birinchidan, energiyani tejash uchun foydalanmayotgan chiroq va elektron qurilmalarni o'chiring. Yalim xaltalarni qayta ishlatiladigan mato xaltalarga almashtiring. Yalim xaltalarning chirishi uchun yillar kerak bo'ladi va ularni ishlab chiqarish jarayoni ifloslanishga sabab bo'ladi. Turli xil chiqindilarni ajratib oling va qayta ishlang. Organik, noorganik idishlar, shisha yoki qog'oz va kartonlarni ajratib chiqing. Suvni behuda sarflamaslik uchun jo'mraklar to'liq ochiq ekanligiga ishonch hosil qiling. Unitaz axlat qutisi emas. Biz har safar unitazni yuvganimizda 10 litr suvni iflos qilishimizni bilarmidingiz? Vannaga suv to'ldirib yuvishning o'rniga dush qabul qiling. 5 daqiqalik dush taxminan 100 litr suvni, to'liq vanna esa 250 litrgacha suv sarflaydi. Tishingizni yuvayotgan vaqtingiz suv jo'mragini o'chiring. Agar jo'mrakni yopib qo'ymasangiz, har safar tishingizni yuvganingizda o'rtacha 20 litr isrof qilgan bo'lasiz. Qog'ozdan qayta foydalaning. Masalan, qog'ozdan maksimal darajada foydalanish uchun uning har ikki tomoniga yozishingiz mumkinligini unutmang. Har safar sohilga yoki tog'larga borganingizda axlatingizni oling. Atrofingizdagi hayvonlar, gullar va daraxtlarni hurmat qiling va ularga g'amxo'rlik qiling. Ular atrof muhitga g'amxo'rlik qilishning oson usullari, to'g'rimi? Ishonchim komilki, siz ular haqida allaqachon bilasiz va ularning aksariyatini bajarasiz. Qayta ishlash, energiya va suvni tejash va barcha tirik mavjudotlarga g'amxo'rlik qilish kabi sodda yo'llar orqali biz sayyoramizni yanada barqaror bo'lishiga hissa qo'shamiz. Shunday qilib, kelajak avlodlar iqtisodiy o'sish, ekologik g'amxo'rlik va ijtimoiy farovonlik muvozanatda bo'lgan ajoyib o'lkada yashaydilar.